Bu kotyolda davleniya 1,5 dan oshib turishi kerak har doim. Mana 1 bo'lsa 1,5 dan oshib turishi kerak. Bu 0 ga tushib qoladigan bo'lsa hech qat ishlamaydi. 1 yilda bir marta chiskasi bor. Kim xohishiga qarab turib qilinadi. Shunisiga qarab turiladigan bo'lsa ishlab turadi. Gaziga qarash kerak. Gaz bormi, yo'qmi? Sizda gaz bor ekan, tekshirdim bo'lsa. Suv bormi? Iloji boricha shu davleniya. Hozir davleniya o'sha nima sababdan? Hozir 1,5 ga ko'taramizda. Qayerdadir utechkasi bo'lishi mumkin. Yine yaxshi qotirilmagan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga fitarishni to'plamaylik, teshilgan bo'lishi mumkin. Endi siznikida bunaqa narsalar bo'lmagani? Menimcha prosta qayerdandir utechkada tushib ketganda antiska cho'kan bo'lishi kerak. Sizda hozir tok ko'paytirilgan sterilizator turibdi. Antiska cho'k yo'q. Gazi datchiklari bor ekan. O'chirib qo'yadigan, gaz sizib chiqadigan bo'lsa, mana signal berib o'chirib qo'yadi. Bu yaxshi. Shunisiga e'tiborli bo'lib turish kerak bo'ldi.